Bugun juda ko'pchilikni qiynagan muammodan biri ortiqcha vazn haqida suhbatlashamiz. O'zi ko'pchilikda savol bor, qachon ortiqcha vazn deyiladi desa, eng oson o'lchov uslubini o'rgataman. Sizni bo'yingiz taxminan 170 sm, ya'ni 170 sm-lik bo'yingiz bo'lsa, bu inson uchun ya'ni 170 deb olinadi. 1 metrda chiqarib olib 70 ni qoldiring. Ya'ni hamma standart holatda 160 bo'lsa 1 metrni chiqarib olasiz, 60 qoladi. Mana shu qolgan metrga sizni vazningiz to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni 170 sm-lik odam 170 sm-lik odamga 70 kg, 160 sm-lik odamga 60 kg bu normativ hisoblanadi. 5 kg, 10 kg u yoq bu yog'i ortiqcha vazn hisoblanmaydi, nisbatan yuqori cho'q hisoblanadi. Endi undan ortib ketgan ko'rinishi ortiqcha vazn hisoblanadi. Endi semizlikka nimalar olib keladi? Birinchi o'rinda aytilar ekan, noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni harakat kam, energiya sarflash kam, lekin energiyaga boy bo'lgan taomlarni ko'p iste'mol qilish. Demak, kam harakatlilik va ovqat massalarining o'zaro nisbatining buzilishi ortiqcha vaznga sabab bo'lar ekan. Ikkinchisi stresslar. Asosan ayollarda kuchli asabiylashish ortiqcha vazn to'planishiga sabab bo'ladi. Keyingi omillardan biri gormonal buzilish. Butun tanamizdagi gormonal buzilish, asosan ayollardagi ayollik gormonlari, buqoq bezi gormonlarining buzilishi, mana shu kabi gormonal buzilish holatlari insonlarda ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. Keyingi sanab o'tganimiz o'sha kam harakatlilik, bu vazn to'planishiga sabab bo'luvchi omillardan biri hisoblanadi. Endi ortiqcha vazndan qutulish uchun nimalarga e'tibor berish kerak?